xamirni zuvala qilish jarayoni. Aytganimiz dafa 17-18 grammdan kesib olib turib, bularni zuvala qilamiz. Chekkalarini o'rtaga yig'ilishi kerak. Bu nima unak qilinadi? O'sha jild ochilayotgan payti chekkalari dumaloq va chekkalari yuqori bo'lishi uchun, kerakli razmerda ochilishi uchun va idealni bo'lishi uchun zuvala qilish kerak bo'ladi. Buni shunchaki bosib turib ochadigan bo'lsangiz, kerakli razmerda va kerakli sifatda ochilmaydi bu va tugayotganingizda yirtilib ketishi mumkin. Shuning uchun zuvala qilinadi. Zuvala qo'ygandan keyin ustiga un sepib, uni hamma yog'iga yetkazib olamiz. Va o'sha 2-3 minut tindirgandan keyin ochib tashlasak ham bo'ladi. Bismillah. Ozgina bosib turib. Ko'p un kerak emas. Bosib chekkasini ozgina bosim berib qaytarayotganda bosilmaydi. O'shanda xamir aylanadi va chekkalari yuqori bo'ladi. Ochib bo'lgandan keyin uni qoqib tashlab, yana qaytarib paketga solib qo'yish kerak. Xamir idealni ochilgan-ochilmaganligini quyoshga tutib bilsa bo'ladi. Ya'ni mana shunda seziladi. Sirasi chekkalarida nur o'tadi, o'rtasidan o'tmaydi.